Nima bola bu qo'shiq nima deyapti? Bilmayman, manam tushunmayman so'ziga. Maza qilib o'ynab ketyapsiz-ku? Go'zal, biz hozir qishloqqa ketyapmiz. Qishloqning odamlariga ashulaning so'zi muhim emas. Muhimi tem bo'lish kerak. Duqum bo'lsa, mazaq o'ynashadi. Endi sen sushi yeb yurgan qiz, qatdan bilasan bularni? Sen ham tayyorlanib tur, borgandan keyin to'yda o'ynaysan. Yo'q, o'ynamayman, men rahmat. Voy, nimaga o'ynamaysan? O'ynaysan. Ayol kishini o'ynagan kuni o'lgan kuni. Yo'q-e. Chunki erkak kishiga bu gap ta'sir bo'lmay qoldi. Bitta narsa so'ray. Bu rostdan yomon ayolmili? Voy, buvimchi, shunaqa jahllari yomon. Bitta ko'zlari ko'rmaydi. Bunda qaroqchilarning dumolog'i bo'ladi-yu, shunaqa taqib oladilar. Rostdan. Burunlari singan, yoshliklarida boksyor bo'lganlar. Quloqlari ham singan, baris bo'lganlar, chempion bo'lganlar. Yo'q, men qarang, orqaga qaytayman, bormayman bu uyga. Yo'q, o'tir. Ketaman, men tushib qolaman, to'xtating mashinani. Jim, o'tir, ketaman. Yop eshikni. Voy. Yop, jim o'tir, hazillashdim, bo'pti. Unaqa masala bu. Bitta ko'zlari ko'rmas, ikkalasi ham ko'r. Unda tushib qoling. O'tir, hazillashdim, bo'ldi. Men siz o'rtog'ingizmanmi, hazillashasiz men bilan? Sen tayyor tur. Ertaga menga teganingdan keyin mashq qishloqda yashashingga to'g'ri keladi. Sizga tegman deb kim aytdi? Qishloqda yashayman deb yana. Tegmaysanmi? Hech qachon. Men Yevropada yashayman. Mabodo taqdir taqozosi bilan qishloqda yashashingga to'g'ri kelib qolsa, yashirmiding? Yo'q, taqdir o'zgartirardim. Sen unaqa qildimi? Ota-bobolarimiz aytgan, nonni katta tishlasang tishla, gapni katta gapirma deganlar. O'zingiz ham ota-bobo bo'lib qolibsiz? Yo'q. Ko'ramiz hali.